bunaqa narsa bo'lmagan hayotda. Men birinchi marta men o'qiyapman, nahotki odamlarni saviyasi shunchalik past. Eko, ya'ni sun'iy urug'lantirish. Ko'p o'qiyapman kommentariyda sun'iy urug'lantirishni harom, sun'iy urug'lantirishni yo'q qilish kerak, sun'iy urug'lantirish umuman kerak emas narsa, yomon bola tug'iladi, kasal bola tug'iladi, invalid bola. Yo'q, bunaqa narsa bo'lmagan, bo'lmaydi hech qachon. Sun'iy urug'lantirish bu tabiiy yo'l bilan urug', ya'ni sperma tuxum hujayraga yetib bora olmayotganligi tufayli ekoda, ya'ni sun'iy urug'lantirishda tayyor 2-3 haftalik homilani bachadonga biriktirishadi. Endi hech qachon birovni spermasini olib ayolni tuxum hujayrasiga hech qachon qo'shmaydi. Erinikini qo'shadi. Sun'iy urug'lantirish tabiiy yo'l bilan bo'la olmayotgan, homiladorlik bo'la olmayotganlar bo'ladi. Yoki anamnezida yoki tashuvchanligini bilsa, qanaqadir og'ir genetik tashuvchanligini bilsa, ikkita ota-ona yoki birinchi, ikkinchi, uchinchi bolasi o'layotgan bo'lsa, birinchi bolasi anomaliya bo'lsa, ekoga boradi. Keyinchalik PGD, pre-implantatsion genetik testga boradi.